Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz birodarlar va opa-singillar. Bugungi ushbu videomiz Sautomiya mamlakatidagi Ahmadiyya musulmon jamoatining 16-masjidi Bayt Tohir masjidining ochilishi haqida. 2023-yil 14-yanvarda Alloh taolo Sautomiyadagi Ahmadiyya musulmon jamoatiga Mikola qishlog'ida mamlakatning 16-masjidi Bayt Tohir masjidini ochishga kuch-quvvat va tavfiq berdi. Mikola qishlog'i poytaxt Sautomiyadan taxminan 12 kilometr shimolda dengiz qirg'og'ida joylashgan va bu qishloqning umumiy aholisi 500 ga yaqin kishidan iborat. 2011-yilda Alloh taoloning inoyati bilan Ahmadiyya niholi bu yerga birinchi marta Sautomiyadagi Ahmadiyya musulmon jamoatida xizmat ko'rsatayotgan voiz da'vatchilarimizning sobiq raisi va Sautomiya jamoatining milliy prezidenti muhtaram Anvarul Haq janoblari orqali o'tkazildi. Bu masjid qurilishi xarajatlarini Buyuk Britaniya fuqarosi muhtarama Tohira Siddiqa xonim qoplaganlar. Alloh taolo u xonimning mol-mulklari va tanu jonlariga juda ko'p baraka ato etsin. Amin. Bu masjidning kengligi 8 metr, uzunligi 9 metr bo'lib, unda 90 kishi namoz o'qiy oladi. Ochilish sanasi sifatida 2023-yil 14-yanvar belgilangan. Mikola qishlog'idagi xuddomlar, ansorlar, Lajna-Imoyloh va Nosirot masjid atrofidagi hududni tozaladilar. Ochilish dasturi 14-yanvar kuni ertalab soat 10 da Mikola qishlog'idagi Ahmadiyya musulmon jamoatining barcha a'zolari mehmonlarni Allohu akbar va Ahmadiyya musulmon jamoati zindabad shiorlari bilan kutib oldilar. Jamoatimizdagi mahalliy voiz muhtaram Sulaymon Yusuf janoblari Qur'oni Karim tilovatini taqdim etdilar. Janob Fred Ronaldo juda chiroyli ovoz bilan Hay dasti qiblanamo she'rlarini taqdim etdilar. Shundan so'ng Mikoladagi jamoatimizning muhtaram prezidenti janob Nanini mehmonlarga minnatdorchilik bildirdilar. Mahalliy da'vatchimiz janob Abdulloh Rodriges jamoat a'zolariga masjidni obod qilib turishlariga pand nasihat qildilar. Gvadalupadagi mintaqaviy voizimiz mukarram Sadoqat Ahmad Tohir janoblari masjid va namozning ahamiyati haqida bir qancha pand nasihatlarni aytdilar. Oxirida Kamina, Sautomiyadagi jamoat prezidenti va da'vatchilar raisi barcha jamoat a'zolariga masjid va xalifalikka bo'lgan muhabbatlari haqida so'zlab, so'nggi duoni qildim. Barcha ishtirokchilarga tushlik berildi. Ushbu dasturda 16 jamoatimizdan 90 nafar birodarlar ishtirok etdilar. Alloh taolo barcha ishtirokchilarning iymonlari va ishonchlarini yanada ziyoda qilsin va bu masjid namozxonlar bilan to'lib, jamoatimiz rivojida muhim rol o'ynasin deb duo qilamiz. Amin. Reportajni tayyorlagan Ansar Abbos Al-Fazl International gazetasining Sautomiyadagi muxbiri. E'tiboringiz uchun rahmat.